Kuyovalar ruxsat berdi. To'y yaqinmi xudo xolasa? Qo'ya hazillar savol berdim, mabodo to'y bo'lsa dedim. Hozir Manzura opa deb yuribsiz, undan keyin nima deysiz dedim. Hozir mening Murod ikak adminim, ikak o'zinglar bilasizlar, Magato'shi. Ikkalamiz ham bitta narsani o'ylayapmiz, hamma o'tirganda. Bu mashhurlik Manzuradan keyin keldimi yo oldindan mashhurmi deysiz? Bular indamasdan sekin to'y qilishadi. To'ylarga aytmasanglar ham boramiz lekin. Maylimiz. Aytmasanglar ham boramiz, shu anaqa joylarni olib anaqa. Manzura opa deganingizni eshitdim. To'ydan keyin ham opa deysizmi yoki? Jo'to'pa, qo'lingiz to'ygan bo'lsa ikki og'iz avvali kamera yoqib. Nima deb laqabingiz? Soqolli bola lekin yomon. Baraka. Kuyovalarni aytish bo'yicha. Xudodan endi. Bo'lganday bo'ldi-da, endi men salazgina depressiya bo'ldim, ota-onamni yo'qotdim. Sizda ham savol o'tdimi? Men ham qachondir shunaqa taqdimotlar qilaman. Endi harakatdamiz, xudo xolasa. Hali ham stressdasiz demak, shunaqa. Endi arziydigan odamga paxta qo'yasiz. Nechta qo'shig'ini bular? Amalladi degandachi bilasizmi deyish mumkin. Chunki Shirinli yaxshi ketadi menimcha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zim charchamayapsizmi? Ikkalamiz ham menimcha ikkalamiz ham bitta narsani o'ylayapmiz. Hamma o'tirganda biz svejiylikda yeb olaylik. Lekin sizdan oldin o'ylab ketdim, men sizni ko'rib yana ham aniq qildim. Yaxshi. Hozir ham qolmaymi biz? Yoqimli ishtaqa. Xudo xolasa, Manzura opam o'zlari yo'lini kutyapmiz. Xudo xolasa bugun mana Manzura opamni doim chiqargan ashulalari juda chiroyli bo'lgan, doim hit bo'lgan. Xudo xolasa, bugun ham ularni ijodlarida yangi chaqaloq bo'lib turgan, chaqaloqdek bo'lgan Xudo xolasa premyeralari tug'ilish arafasida Bulgariyada qo'llab-quvvatlab turamiz. Omad tilayman har doimgidek. O'sha biz bilgan Manzura opa haligacha o'sha energetikasi bilan ijodlarini davom ettiryaptilar. Bir paytlar ularga havas qilganmiz, ularni ko'rish biz uchun orzu bo'lgan. Mana Xudoga shukr, o'zlari premyeralariga bizani taklif qilib, hozir o'sha bitta sohada hamkasbdoshmiz. Xudoga shukr. Nima deymiz? Eng asosiysi omad va undan ham asosiysi baxt tilaymiz. Omadi bor, endi baxtini bilmayman. Baxtini bersin endi bo'layapti-yu bir Instagramlarda nimadir xursand bo'lib qolaman. Yo'q, men ham bugun anaqa nima deydi, uzr sovg'a qilish deyshuvdi. Kesam kelib premyera ekan. Sizga unaqa gap eshitilmaganmidi? Ana soqolli bola bilan nima deb laqabingiz? Soqolli bola lekin yomon terlab pishib yuribdi. Menimcha shu hozir men o'zim ketayotganda ikkita og'iz gapim bor shu bolaga bori. Shuni bitta so'rang, to'yda yor-yordamsiz aytasiz menimcha. Endi bilasiz, Xudo xolasa. Bo'lmasa ham bo'laman o'sha yerda, Xudo xolasa. Siz ham nomeratingizga chiqib oldingiz yor-yor bo'yicha. Shunaqamikan? Opani sindirdingizmi? Hayolingizda yo'qmi? Yo'q, men hech kim sindirish niyatim yo'q, to'g'risi. Qaysi ma'noda? Yo'q, menda unaqa narsa yo'q-ku, lekin ularga havas qilganmiz. Doim ular bilan yonma-yon yurishni orzu qilganmiz.
yonma-yon yura qolaylik, hech kim sinmasin. Hamma o'zini yo'lida zo'r bo'lib yursin bo'ldi. Shu kuz shunaqa salani quchura savol beradi. Bilaman, o'shancha. Yana beraman. Siz bemalol tanovul qilavering. Rahmat. Baraka, yurgan yo'limda barakali. Hamisha shunaqa bo'laylik, hammamiz. Assalomu alaykum. Murod bo'lsin. Paka, shu kuz kamerasi kuyovalar ruxsat berdi. To'y yaqinmi xudo xolasa? Birinchi savol baribir muxlislar hamma shu qizi. Sir bo'lib qolsin. Assalomu alaykum. Shu kuzga salom, sir bo'lib qolsin. Lekin bo'lishi aniq xudo xolasa. Kuyovalarni aytish bo'yicha. Xudodan endi. Ha. Premyera qanaqa o'tadi? Menimcha zal to'ldi. Xudo xolasa Allohning fazli bilan umid qilamiz chiroyli o'tadi. Chunki shuncha harakat, Murodjonni o'zlari shuncha kollektiv harakat qilishdi. Endi asosiy Murodjon harakat qildilar. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi Allohning fazli bilan va albatta muxlislarimning e'tiborlari bilan. Bu premyera taqdimoti menimcha birinchisi sizlar. Yo'q, qilganman. 16-yil qilganman va ozgina premyera taqdimotlariga tanaffus bo'lgan ekan, lekin qilganman. Ana boshlanib qoldi. Uzr, keyin yana savollar beramiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Estrada xonandasi, afsonaviy shuhrat medali sohibasi Manzurani ijodidagi yangi tarona Ketding oxirin o'ylamay qo'shig'i va unga ishlangan video klipga taqdimotiga xush kelibsiz. Assalomu alaykum azizlarim. Thank you.
opajon, hammaga assalomu alaykum va rahmatulloh. Bu prezentatsiya bu faqatgina sabab sizlar bilan ko'rishish, chunki menda endi ayrim sabablar bilan qanday bir ijodim bir tanaffusdek bo'lgandek bo'ldi-da. Endi men ozgina depressiya bo'ldim, ota-onamni yo'qotdim. Lekin men sizlarni sog'indim. Bilaman, sizlar meni sog'ingansizlar. Meni hit qo'shiqlarim sizlar uchun bo'lish kerak, sizlar jonim. Ketdik sizlar uchun qizlarjonlar, sizlar uchun azizlarim. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Sizlar sog'ingan qo'shiqlar, azizlar, bolalikni eslatadigan qo'shiqlar. Voy onajonim, rahmat. Voy onam. Shahlojonning qaynonjonlari mana dugonam. Onajonim siz mana. Xo'jaonajonim. Rahmat. Rahmat, onajonim, go'zal. Rahmat. Rahmat. Qiling, bitta duo qiling. Sahnaga chiqqanlarim juda havasimiz kelardi, bizani farzandlarimiz ham shunday go'zal ashulalar aytsalar. Ularning o'zlariga farzandlari bular. Men Manzuraxonni juda ham yaxshi ko'raman. Umrlari uzoq bo'lsin. Bizga necha yildan beri xolis xizmat qiladilar. Yurtimizni bayramlarida xizmatlar qiladilar Xudoyim. Rohatlarini ko'ring, mehnatlaringizni. Umringiz uzoq bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Baxtli yoshliklar! Ura! Bitta gap gapiramiz. Baxtli bo'lsinlar. Bosingizdan bo'ptimi? Hadeb ana qilmasdan. Xudo xolasa, keyingi uchrashuvimiz to'ylarda bo'lsin, to'yxonalarda bo'lsin. Mazza qilib to'ylarda o'ynab kulib yuraylik. Omad tilayman. Bitta chiroyli konsertlar qo'yamiz. Rahmat, tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Shirin bo'lib gaplashtirishingizdan qaranglar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Biz gitara umuman asabimiz. Yaxshi. Xo'p, hozir Shahloxon yaxshi aytib o'tdilar. To'yxona. O'zi odatda bunday taqdimotlar alohida minnatdorchilik bildiramiz. Shu bilan birgalikda Royal Rose Pastry'ga minnatdorchilik bildiramiz. Shokus shu yerda minnatdorchilik bildiramiz. Yashin TV barham eshitganda qo'shiq eshitadiman, nima bo'lsa kino ko'radimi, bolaligi esiga tushadi. Men bilmayman, bolaligim esimga tushadigan narsa bu Ali Niyazimbetov hamda Manzura ijrosidagi Azizim qo'shig'i. Hammalar yaxshi ko'rasizlar bu qo'shiqni. Sevgilar, muhabbatlar, birinchi muhabbatlar. Demak, tabriklash maqsadida Ali Niyazimbetov ijrolaridagi, Manzura ijrolaridagi Azizim qo'shig'ini ijro etamiz. Sevgilim so'ralgan so'ring bilan Shunaringda so'rgan zamoni bilan
Düşlerimde solgan zavallı bulut Arkasında sen yuvalı bulut Düşürüm seni bir baktın sonra Sevgilim oxirida chiqdingiz o'zingiz. Rahmat. To'xtab turing, Ali Niyozimbetov. Yana alohida qarshi chalaylik. Bunaqa shilader qo'shiqlar kamdan kam yaratiladi. Ali aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizga alohida assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Endi ozgina agar aybga Да? Мне показалось, что вы подставили. Все нормально. Qarsak. Bu ashulani yaratish qanaqa bo'lgan? 9 или 98. Да, 99. Yo'q, menichi 2000 yilda. Нет, 2000 emas. Shunda Chunki men hali yashayotgandim teatrda. Keyin ana ashuladan keyin sen bilasan, men bir faqatdan yozib berdim sizga, undan keyin o'sha kino harakatga tushib qoldim. Keyin shu bilan ashula aytish kerak bo'ldi, Manzura bilan yetib qo'yinglar, ashula yozib ko'rdi. Qarasam shu bir ashulani oldim yerdan topib. Shunda ochsam, birinchi bo'lib shu Azizim she'ri chiqib keldi. O'tirib o'sha yerda Kremyovkada klavishim bo'lardi, Yamaha. O'tirib o'sha yerda yozganman. O'sha sevgi fazosi ham o'sha yerda yozilgan. Mening asarim masalan ham o'sha yerda yozilgan. Eng qizig'i biz ijod qilganmiz. Biz men ham student bo'lganman, bular ham student ham ishchi bo'lgan, mablag'larimiz katta bo'lmagan, lekin mana shu kichkina xonada biz trendda bo'lmagan holatda Ali legenda qo'shig'ini yaratgan. Hozir ham masalan aytadi, siz legenda qo'shiqlarini ijrochisiz deydi, lekin sababchilari masalan Rustam aka Sagdiyev bo'lgan, Ali bo'lgan va mana shu kichkina xonada bizani hech kim bilmasdan shunaqa legenda qo'shiqlar yaralgan. Va eng qizig'i o'shanda ham masalan Ali bizdan katta pul so'rab qanaqadir o'zini katta pul o'zi yo'q-da, Rustamda ham sizda. Shunaqa. Lekin so'rashingiz mumkin edi-da, chunki afsusdan men qo'shig'im shunaqa yaralganda. Shahnoz xafa bo'ladi, katta pulroq so'ragan, keyin men alamdan Ruslan Sharipov menga qanaqa o'rganganini sxemasini qilib, afsusdan men qo'shig'imni yozganman. Lekin Shahnoza ko'rganda hali ham aytadi, unaqa bo'lmagan-ku, lekin shunaqa bo'lgan. Shunaqa bo'lganmi? Shunaqa bo'lgan. Lekin eng qizig'i alamda yaralganda afsusdan men. Ali bizdan katta pul ham so'ramagan, o'sha kichkina xonada legenda qo'shig'i yaratdi, kamtarona inson bo'lib, mana shunaqa legenda qo'shig'ini Manzura bilan ishlash, birinchi ishlagan ashulamizni sen bilasan va men bir faqat. Da. Uni ham hali aytib chiqamiz. Ha, sen bilasan va men bir faqat. Keyin o'shandan keyin Azizim, keyin uni saydirman sen. Xullas, bu rahmat. Ali aka, endi maqsad muddao nima bo'lyapti? Yana bir yerlarga qarab yuring. Bir yaxshiroq qo'shiq chiqsin yana. Yerdan nimadir toping aka. Gulrosasidan chalib qo'ying, Ali Niyozimbetov. So'zingiz sog' bo'lsin. Rahmat, Manzurkin, я тебе просто хочу сказать удачи и удачи. Уинстон Черчилль aytganda, не надо там baxt, bu narsa nima omad tiladi deganda, chunki Titanikda ham omadliklar tilib qo'ygan deganda. Xuddi shunaqa omad yana bir bor. Omad sog'lik. Rahmat. Aynan Alijon, Rustam akalar, meni oilam, Liginafam, Shoir opajonim, bizning kollektivimiz bo'lgan, meni ko'tarilishimga, meni san'atkorlik shakllanishimga shunga sababchi bo'lgan sizlarga katta rahmat. Avvalambor Allohga hamdlar bo'lsin, Allohga shukr. Rahmat. Endi azizlar, sizlarni ko'p kutilmaylik, ijtimoiy tarmoqlarda va YouTube platformasi Rizanovada tinglab ko'rgan bo'lsangiz, yangi tarona Manzura ijrosidagi Ketdik oxirini o'ylamay. Dastlab bu qo'shiqni Manzurani talqinida tinglab baho beramiz, so'ngra esa klipni premyerasidan taqdim etishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ayni fursat biz bu qo'shiq ijodkorlariga agar kelishgan bo'lsa, Shahboz va Navruzga, Sardor akaga minnatdorchilik bildiramiz. Ajoyib qo'shiq, juda chiroyli ijro esa afsonaviy Manzuradan.
ayni shu taronaga. O'z tarona yoqdimi sizlarga? Eski Manzurani esladinglarmi? Zo'r. Marhamat. Demak, biz Qara Manzura demadingiz. endi biz paytimizda siz trendda bo'lgansiz. Demak, Rahmat. sovg'alarni qabul qilib olamiz va ayni daqiqalarda Onajonim, rahmat, spasibo. tashrif buyurgan barchaga minnatdorchilik bildiramiz. Biz klip suratga olganmiz va klip ijodkorlarini suratga olishda jonkuyarlik bilan xizmat qilganlarga Aynan Serginatorda ham shu opam menga hamma epizodlarni yozib, meni podдержка qilib, hamma kliplarimni montajlarida o'tirib qarsilasham ham so'rqalar. ham boshqacha maqtaydilar. Shunday ekan, bu klipda sizni hissangiz juda ham ko'p, o'zingizning niyatlaringizni bildirib qo'yishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Yana Manzura tomoshabin yig'ib mana shunday zallarda konsert o'tkazayotganidan to'g'risi juda ham xursandman. Chunki Manzurani men bolam desam ham bo'ladi. Negaki birinchi marta sahnaga chiqib ashula aytayotgan paytlar. Shu kino klassik kino bu tarixda qoldi. Eng qizig'i shuki, o'shanga o'rtoqlar, san'atkorlar sizlarga kimdir bo'lmaydi desa bo'ladi deydi. Qilasan shuni deydi. To'g'ri, bu juda ham katta, masalan, mablag'li proyektlar bo'lgan. Sani olmaymiz, sani yuzing umuman tushmaydi. Xunukkinasan, boshqanaginasan, sovuqqinasan deyishardi o'shanda trend paytimda. Rejissyorlar shunday yuzimga qarab derdi, lekin zo'rlab oldirganman. Klassik kino bo'lib qoldi. Ali Hamrayev ham maqtaganda O'rta Osiyo festivalida ham birinchi o'rinni oldi. O'sha zo'rlab bo'lsa ham shu mashaqqat bilan olasan deyish kerak. Lekin Manzurani birinchi marta o'sha rejissyorlar, mayli. Rejissyorlar birinchi marta shu narsani so'rashganida mana siz ssenarist sifatida kimni ko'ryapsiz? Mana shu qizni. Men to'g'risi shunday qarab turib, qanaqa rol ijro etishi mumkin? Juda ashulalari, romantik ashulalarni aytadi deganida shunday qaradimda temir bu menimcha robotdan boshqasini o'yna olmaydi deganman-da. Ana o'sha birinchi kadr ko'zim oldiga kelgan kadr shu ikkita gapsiz bo'lishi mumkin. Minnatdorchilik bildiramiz Shoir opa va ana endi klip ijodkorlaridan taklif qilamiz. Operator Kadirov Fayzulloh, marhamat, tashrif buyurishingiz mumkin. Montaj ustasi Islom Oltiboyev Gulroz Qarsiylar bilan. Grim ustasi Oysha, kostyumer Nigina Yuldasheva Gulroz Qarsiylarni chalib qo'yasizlar. Opajonim Nigina Yuldasheva keling, Nigina qo'y. Aktyorlar Shahnoza Nuraliyeva, Ahror Ismoilov, Yashil TV Anora Gulroz Qarsiylar bilan qanaqadir poyezdkalar va hokazo qaysidir sabab bilan Zarinichka bu klipda ishtirok etmadilar va biz meni singlim Shahnozichka Zarinaga juda ham o'xshaydi-da. Endi eng qiziq syomочный plashatkada ham hamma Zarinami deyishadi. Qiziqda bitta Zarinani o'rniga mana boshqa yana bir Zarina keldi. Ikkalasi bir-biridan go'zal. O'sha Shahnozchika debyuti bu men sizga katta omad tilayman. Xudo xolasa kelajakda xalqimizga kerakli bir inson bo'ling, yaxshi rollarda chiqing. Iloyim. Rahmat. Hammaga rahmat. Klip ijodkorlariga qasidalarni balandroq chalib qo'yamiz. Ana endi sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Ana endi mehmonlarimiz intiqib kutishyapti. Bular o'zi bizni nimaga chaqirgan, konsert qo'yaptimi deb o'ylashyapti. Shunday ekan, bir og'iz opamni ham gapiring. Mana shu 2 yil ichida menga motivatsiya berib, mana endi sal ichimdagi dardimni sekund aytaman. Ota-onamdan keyin juda ham qanaqadir tushkunlikka tushib qoldim. Hech narsa xohlamayotgandim. Yuragimni yarimi ketgan edi. Opamga ming rahmat. Avvalambor Allohga shukr, opamni sabab chiqib qo'yibdi Alloh. Opam menga ishlashing kerak, chiroyli bo'lishing kerak, chiroyli narsalarga qara, sen qanaqa eding, tur o'rningdan tur degan inson meni opam bo'ladi. Birinchi kritikam, urishib ham beradilar, duo ham qiladilar. O'shaga opajonimga rahmat, Allohga shukr. Butun umr mana shu ikkalasi dugona. Uzr, Shoir opam, Nigina opam dugona, men bularni boshimdan rosa qatirardim. Rahmat sizlarga, rahmat. Nigina opa, minnatdorchilikda obrazni yomon topishsiz ekan. Haqiqiy obraz bo'ldi, o'zlariga mos bo'ldi, ilon bo'ldi degan so'z bo'lishi mumkin emas. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Endi aziz mehmonlarimiz ilon yiliga mosda. Shunday. Endi biz klip taqdimotini sizlarga havola etamiz. E'tiboringizni
bizni ortimizda joylashgan mahobatli monitorga qaratamiz va Manzura ijodidan o'rin egallagan yangi tarona Ketding oxirini o'ylamay va unga ishlangan klip. Birinchi bo'lib sizlar tomosha qilasizlar. Marhamat. Faqat bittasiga. Chaqiring. Sendan faqat armon qoldi. Sevganimizdan o'zi meni yomon bo'ldi. Sevgimiz gulxanlarda tinmay yondi. Sababi uni faqat yaqinlaringiz qiladi. Yo'qmi? Peterburgda edim. Murojaat hammasini o'zlari qildilar. Shunaqa ham desak bo'ladi. Eshitmaylik, hozir aytamiz. Taraflari menga juda ham yoqdi. Shahnozga kattakon rahmat. Shahnoz можно тебя тоже? Потому что hozir men ham ko'rdim. Shahnozani bu debyutniy roli edi. Men hozir aytdim, Zarinani o'rniga Zarinani men juda ham yaxshi yozdim. Chunki men ham Minavara Abdullayevada Sevginatordan oldin 3 yil ta'lim olganman. Bittada porvalась. Тебе большое спасибо, что ты поддержала. Shunaqa holat bo'ldi. Endi men Sankt-Peterburgdaman. Bu yerda Murod zamena aktyori qilishdi. Dili dugonam korreksiya qilib berdilar. Murod lekin yugurdi. Реально Murod yugurdi. И как hozir mening Murod и как adminim, и как o'zinglar bilasizlar, Magatoshi hammasiga o'zlari yugurdilar. Kattakon sizlarga rahmat. Shahnoz opa sizga rahmat. Chunki shuncha tushunib Murodga ham insonni rivojlanishida, san'atkorning yoshligida rivojlanishida onasi muhitni yaratib beradi. Menga onam mana shu muhitni yaratib berganlar. Nechida muhabbat sinovlarida anaqadan Paxtakordan Dilshodbek Kattabekov Ozod akam qo'shiqni aytib kelardi. 5 ertalab chiqib kelardi montajga. Shu meni urishmasdilar ham, faqat so'rardilar, "Keldingmi bolam?" deb. Shu muhitni siz yaratib beryapsiz. Bu rivojlanishiga. Sizga kattakon rahmat Shahnoz opa. Hammaga kattakon rahmat. Hozir mana Najot akam ham bor edilar. Najot akam ham shou biznesda juda ham katta bir legenda insonlari. Hozir mana ketib qoldilar. Shahlojon dugonam, Gulichka. Ahror akam ham большое спасибо. Idealno tushdingiz akajon. Kattakon sizga rahmat. Xudo xolisa siz bilan ishlashga nasib qilsin. Mana Rayhonjonni, Jahoniga ham katta rahmat. Bizga hamisha podдержка qiladi. Manzuraxon, men juda ham xursandman sizni klipingizda o'ynaganimdan. O'zi ko'p kliplarda o'ynadim, lekin siznikida o'ynamagandim. Murodjon men bilan iqrorda o'g'limni o'ynagan. Yak o'g'lim deydi. Shu yerda o'tirganlarga rahmat. Gulajonni men особо yaxshi ko'raman. Lolapajon vas люблю. Gula bilan mana biza duet ham aytmoqchi edik. Cho'ta Gula suslashyaptilar Gulajon. Xudo xolasa, mayli, taqdir qilib qo'ysa, Alloh Lolapajon ham kattakon rahmat. Fedika, мы вас все любим. Meni ijodimda Fedika turing, keling akajon. Meni ijodimda shunaqa rezonans qilgan odam shu. Chet elga Nigina Pam, Fedika ham hamma kollektivni borsak, bizani podдержка qilib, motivatsiya berib, ijoddan gapiradigan inson shu Fedika edi. Boringizga shukr. Oiz umrlari uzoq bo'lsin, rohatingizni ko'rsinlar. Biz ham rohatingizni ko'raylik. O'zingizga borib mehmondorchilikda. Rahmat akajon, rahmat. Rahmat. Endi hozir joyi kelganida aytib o'taylik, Xosiyat Weddingga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunday chiroyli dekoratsiyalarni bizga havola etishdi. Royal Rose Pastry shirinliklariga minnatdorchilik bildiramiz. Sog'inch sadosi Shok.uz saytiga minnatdorchilik bildiramiz. O'zbekim taronasi radiosi. Shu bilan birgalikda Hit FM radiosiga tashakkur yo'llaymiz. Bugungi tadbirimizning tashkilotchilari Event Art organizatorlik markaziga rahmat, katta minnatdorchiligim. Va eng katta minnatdorchiligimiz O'zbekistonda yagona shunaqa chiroyli dekoratsiyasi bo'lgan Diamond Hall. Minnatdorchilik bildiramiz. Tashrifingiz uchun rahmat. Rahmat, kattakon majtuxonaga, Diamond Hallga kattakon rahmat. Juda ham chiroyli kutib oldinglar. Shunaqa komfort, umuman mehmonlar uchun, men o'sha klientlar uchun shunaqa komfort sizlarning tarafingizdan tabassum. Alloh rozi bo'lsin.
Alloh o'zi har bir kuningizda sizlarni o'zi rozi qilsin sizlarni. Rahmat kattakon. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Guli Happy Life, to'g'rimi? Aha. Sizda ham savol o'tdimi? Men ham qachondir shunaqa taqdimotlar qilaman yoki qilmayman. Albatta, men hamma rivojlanayotgan insonlarga qaraganimda o'zimga o'rnak olaman. Men hech ham bundan uyalmayman, tortinmayman, niyat qilib qo'yaman. Ilohim bizani ham shu kunlarga yetkazsin. No, Manzura opa men uchun legendalar, ularga hamisha havas qilganman va davomiy havasdaman. Shu vaqtgacha o'tganmi sizda ham? Men ham qilsammi yoki yo'q, yoki hozir vaqt emas deysizmi? Yo'q, vaqt emas demayman hech narsani. Vaqti kelganda hamma narsa bo'laveradi degan maqsadim bo'ladi. To'ylarga ham chiqmay qo'ydingiz menimcha. Hozircha pauza qildik, chunki men o'zim uni istamadim. Endi harakatdamiz, xudo xolasa. Hali ham stressdasiz demak, shunaqami? Yo'q, stress men uchun yo'q narsa asli. Bu stress, depressiya bular hammasi o'ydirma gaplar. Inson o'zi xohlamasa bu narsalarni o'ziga torta olmaydi. Qaysidir tushkun vaziyatimizda o'rganib olganmizda miyaga stress deyishga. Aslida stress, depressiya bu yo'q narsa. Inson bir marta hayotga keladi, mazza qilib yashash kerak. San'at olamiga mazzada hamma negativlar, keraksiz narsalarni mana shunday bitta mikrofonni ushlaganda chiqazib boradi. Men hamisha Manzura opamning ijodlariga omad, yanada zo'r manzuraligicha davomiy bo'lishligini tilab qolaman. Manzura opa sizni love you yurakdan boshqachasiz. Zo'r gap. Rahmat. Rahmat. Hamma siz bilan rasmga tushyapti, hormaganga charchamang. Shok uz. Bu mashhurlik Manzuradan keyin keldimi yo oldindan mashhurmi deysiz? Hamma siz tanmasmidingiz meni oldin? Endi oldin tanirdim, lekin bu darajada hamma kelib rasmga tushadigan darajada. Ya, endi oldin televideniya uchun ijod qilardik. Hozir ijtimoiy tarmoqlar uchun ham ijod qilyapmiz. Ozgina PR ham ketyapti menimcha. Ana yiqilib tushganingiz, itarib olganingiz, lekin rostakasim jahl qildi. Ha, rostdan. 30 gram PR sezdim, yo'qmidi? 50 gram. PR emasmidi? Ya. Haqiqati. Men bugun ana sovg'a berasiz, qo'lini so'raysiz. Kutuvdim to'g'risi. Bo'lmadi bu voqea nimagadir. Endi shaxsiy masalalar bu shaxsiyatda qolgani yaxshi. Hozir Manzurani klip taqdimotlari bo'lyapti. O'shaning uchun shaxsiy o'zimizning masalalarni aralashtirish niyatimiz yo'q. Endi shu kuzga farqi yo'q. Bu shaxsiymidi, klip premyeramidi, muxlislarga nima qiziq bo'lsa o'shani so'ragisi keladi. Shu uchun so'rayman. Manzurani o'zidan so'rasam, bu sir bo'lib qo'ya qolsin dedi. To'y qachon desam, bu sir dedi. Demak, yo'q demadi. To'y bo'lish ehtimoli bor. Qarang, biza taqdimotni bekorga to'yxonada qilmayapmiz. Hozir biza to'yxona qidiruvdamiz.
Mana hozir Diamond restoraniga keldik, ko'rdik, dekoratsiyani ko'rdik, zo'r. Keyin o'yladikki, to'ygacha nimadir qilishimiz kerak bo'ldi dedik. Keyin klip taqdimotini qilib yubordik. Endi to'y bo'ladimi, bo'lmaydimi, u nasib qilgani. Ha, tushunarli. Endi mana yulduzlar to'g'ri kelsa. Kasalimiz Manzura opa deganingizni eshitdim. To'ydan keyin ham opa deysizmi yoki? Endi hozir biz birga jamoa bo'lib ishlayotganimiz uchun men ularni menejerlari bo'lib ish yurityapman. Baribir opa deb murojaat qilinadi ishda. Hozir sahnada ham men aktyor boshlovchiman, ular xonandalar. Demak uyda to're bo'ladi, keyin ko'chaga chiqqandan keyin Manzura opa shunaqa vaqt ko'rsatadi uni. Vaqt ko'rsatadi. Hozir bu yerda menimcha ancha-muncha rasvot qilibsiz. Rasvot siz qildingizmi? Ana bir yoqish uchun yoki anaqa yo'q, u ijodimizda kelishuv tarzida bo'lyapti hamma narsa. Endi bu anaqa aytiladigan narsa emas, kim rasvot qilyapti, nima qilyapti. Kelishuv tarzida bo'lyapti va ijod qilyapmiz biz. Oybek aka aytmaydi hozir, ha? Oybek akamdan ham yaxshi savollar chiqadi lekin. Bütün savollar mana SMS'da o'zi Oybek berib turadi savollarni. O'sha savollarni men beraman keyin. Oybek muxlislardan oladi savolni. Demak, tushunarli. Xudo xolasa shunda aprel bo'lmasa mayga to'y. Shunda harakat emas, va'da bermaylik, harakat qilyapmiz. Va'da bermaylik. Harakat. Hozir va'da berib qo'ysak bo'lmay qoladi. Klipda amallabsiz o'ynashda. Yoqmadimi? Yo'q endi. Amallabsiz. Rostdan amallabsiz. Operatorlar ham menimcha amallagan. Yo chotga chiqib ta'zirlashyapman. Gapiga katta rahmat. Rosa yoqmadimi? Hozir ikkalaylar, yoqdi, zo'r chotga. Manzura bilan ikkalaylarga savollarim bor. Agar mumkin bo'lsa ruxsat bersangiz. Bo'ldi. Maylimi? Bemalol. Xo'p, bo'ladi. Tamam. Munocat opa, qo'ningiz to'ygan bo'lsa ikki og'iz avvali kamera yoqib. Bilaman, xizmatdan suv bermay turing endi. Nima deyishim kerak edi? Ha. Yo'q, o'sha deyapsiz. Deyapsiz o'sha. Nima ekan? Bo'pti, Lolapo. Nima? Yaxshi. Yetib olinglar, ko'rishamiz, yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Salomji, qo'ying o'g'illarni, qizlarni. Kelinlar. Xo'p, xayr. Birinchi savol, nimaga kech qoldingiz? Assalomu alaykum. Aka, charchadim. Qizimsiz? Biza bugun akam sababchimi? Ana, probkada ham qoldik. Sumalagimiz bor edi. Sumalagini o'tkazib, zajgat qilib keldik. Sostav bilan birga yuribsiz shunda to'yga, to'y emas, sumalak. Sumalakga ham sostav bilan borasiz. Klip ko'ra olmay qoldingiz, nima qilasiz endi? Qanday baho berasiz muxlislarga? Endi klipni menga o'z telefonimga tashlab beradigan bo'lishdi. Endi o'sha yerdan baho beramiz. Lekin men ishonaman, Manzura opam bilan kliplari har doim zo'r chiqqan, har doim zo'r bo'lgan, hit bo'lgan. Shuning uchun ularga ming baho. Endi arziydigan odamga paxta qo'yasiz. Nechta qo'shig'ini bilasiz? Taxminiy nechta qo'shig'i bor Manzura opamning? Rosa ko'p, ha? Rosa ko'p. O, yoshligimizdan. Voy. Biza institutga kirganimizda, как раз endi mana san'atga kirib kelganimda Manzura opam bilan ham ijodlari shunaqa gurkiragan paytlarda, shuning uchun avjiga chiqqan paytida. Hattoki nima bir vaqt ijod qilgan paytlarimiz ham bo'lgan. Bitta studiyaga qo'shiq yozishga borib qolgan paytlarimiz ham bo'lgan. Men endi juda ko'p qo'shiq kuylamasam ham bir-birda kuylab qolgan paytlarim bo'lgan. Shunda Doniyor Agzamovga ikkalamiz qo'shiq yozdirardik. Shou biznes ichida endi bo'ladi gaplar. Murod bilan to'y bo'larmikin, bo'lmasmikin? Yo piarmikin? Men to'g'risini aytsam, ayting to'g'ri. Diamond Hallga bunaqa bekorga kiyinib kelmadim, men to'y kutib kelgandim o'zi. Bular indamasdan sekin to'y qilib yuborishadi deb o'yladim. Cho'tta to'yi bu boshlanish bo'lsa kerak. Tayyorlanishyapti menimcha. Men ham kamida surpriz qilib qo'limni so'raymikin desam, yo'q Manzura opa deb yuribdi. Men oppoq kiyimlarda kirib kelarlar kuyov bilan deb o'yladim. To'g'risini aytsam. Xudo xolasa to'y ham bo'lib qoladi. Baxtli bo'lishsin. Katta rahmat. Hamma baxtli bo'lishga haqqi bor. Bo'lsin. Siz baxtlimisiz? Albatta. Baxtli. Katta rahmat ustoz. Xo'p.
kelinglar kim charchamadingizmi? Assalomu alaykum. Juda fayzli o'tdi. Klip menga yoqdi. rahmat mana muxlislarimizdan energiya oldim menga nima dedilar-da? Klipni zo'rg'a o'ynabsiz, gap bo'lishi mumkin emas. Amallabsiz dedim. To'g'risi amallabdi deb hazillashdim, lekin sizga yoqdimi, yoqmadimi ijrosi? yo'q menga Murodning ijrosi o'ta yoqdi. Amalladi degandachi bilasizmi deyish mumkin. Chunki butun klip organizatsiyasini Murod qildi-da, как prodyuser bo'lib ketdi-da bu klipga. Chunki men Sankt-Peterburgda edim, shunaqa holat bo'ldi. Fayzilajon bilan o'sha rejissor bolamiz bilan Murodga qolib ketdi. Shunaqa holat bo'ldi, lekin realni amallashdi. Necha pul beryapsiz endi prodyuserlarga? O, Pul oladimi sizdan? O'ta ko'p bu boyib ketdi o'sha. To'ydan keyin to'ladi. Boya hazillashib savol berdim, mabodo to'y bo'lsa dedim. Hozir Manzura opa deb yuribsiz, undan keyin nima deysiz dedim. Siz nima degan? Nima deysiz? Manzura deyman. Ana. Cho'chimaydimi? Haqqi bo'lmaysizmi Manzura desa? Yo'q, hozir Manzura opa deb yurib kelgan, to'ydan keyin sirasi Manzura. Yo'q, naborot. Men qara desa. Naborot yosh ko'rinaman-da. Ha. Lekin hali yoshsiz, ko'rinishingiz o'sha bizning yoshligimizdagi yosh anaqasiz. Rahmat. Bundan buyog'i yana premyeralar bo'ladimi? Murod yoningizda mana yordamchi topib oldingiz. Xudo xolasa, Alloh taqdir qilib qo'ysa, xudo xolasa. Xudo xolasa yangi qo'shiqlar bor, yangi kliplar chiqaramiz. Bu yog'iga faqat siz o'ynaysiz klipda, shunaqa? Yo'q, nimaga? Komanda bu bar, komanda bo'ladi, boshqa aktyorlar bo'lishi mumkin, Murod bo'lishi mumkin, komanda bo'lib ishlaymiz. Lekin o'zi bo'laversin, yetdi klip zo'r bo'lgan amallar. Zo'r o'ynadimi? Zo'r. Bo'ldi. Rahmat, katta rahmat. Sizlarga ham rahmat, hurmat qilib, Shokus tashrif buyurganingizga ham katta rahmat. Oybek akamga ham rahmat. To'ylarga aytmasanglar ham boramiz lekin. Aytamiz, maylimi? Aytmasanglar ham boramiz, shu anaqa joylarni olib anaqa. Albatta keling. Xudo xolasa. Baxtli bo'linglar. Rahmat.